Xo'p, ikkinchi kursga kelishlariga sabab bo'lgan narsa qaysi joyda og'riqli holdaki birinchi kursda? Birinchi kursda yotganimda, turganimda, o'tirganimda og'rirdi. Qattiq og'rirdi o'shanda? Mana shu bilan Oyoqlar tortish. yoni ham, boshqasi ham. O'sha kuni aytib bergan xuddi shunaqa ko'rsatganmiz. Qaysi oyoq? Chap oyoq. Chap oyoq To'ning tagiga bo'ksadan tovongacha tortib boradi. O'sha O'sha og'riqlar hozir qaysi paytlar qoldi? hozir endi yotganimda, o'tirganimda unchalik og'rimayapti. Og'rimayapti. Faqat endi yurganda og'riq bor. Uni ham xudo xolisi ketkazamiz, mana mashq qilib beramiz. Lekin oldingidan taxminan necha foiz yaxshi? 80% da yaxshi oldingidan. Yurishlari to'g'rilarni. Yurishlar o'sha kuni sal notekis qo'yib kecha. Hozir undan yaxshi. Gap yo'q, sog'liqning xonangizga tushib olasiz. Oyoqingizni o'g'irlasiz. Agar shuni xizmatni sizga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerga murojaat qilaverasizlar. Qiyshayib qolgan edilar ekan. Birinchi kadrni ham qo'yamiz ozginasini va hozir ancha yaxshilar. 7-8 mm, 54-55 lik. Qaysi oyoq? Chap oyoq. Chap oyoq To'ning tagiga bo'ksadan tovongacha tortib boradi.